Akasidan aka. Akang qanday bo'ldi? Akang seni aldamaydimi? Seni haqqingga xiyonat qilmaydimi? Yo, akam xarakterlari yo'q. 100%. 100% aka. Aniq. Ya, aniq aka. Ondagi bola ham yaxshi bolaga o'xshaydi chota. Uyingda onangning katta raqamini bilasan? Yo, onam katta raqamlarni bilmayman aka. Dadangnikini yo o'zingni uyingdagilarnikini bilmaysan. Yo, katta raqamlar bilmayman lekin. Aha, Sardor aka. Mana shu bolani Aha. haqqiga xiyonat qilmaysan. Aka, men gapni ochiqni aytay, men o'zim vodiydanman, Farg'ona viloyati Go'ydidanman-da. Gapni ochig'i bu bolalarda bor. Misol to'g'risini aytmoqchi, men misol bir marta aytmoqchi, o'z o'zi aytmoqchi. Ya, unda birovni. Dangal buni gapirmoqchi saytda. Birovni haqqini yedik odam emas. Men naborat oldindan chiqib qolganman. Jay berdi, misol uchun, to'g'risi bu ko'rpa to'shagi yo'q ekanda, ko'rpa to'shagi yo'q. Men gapni ochiqman. Mana Jay, misol men bilan birga yotib turadi. Jay bor esa bu qisam o'zimga narsa deydi bu misol. Bratchika hozir gapni ochib men bilan yuradi bu bola bilan. Qosonlik bolalar bor hozir, Qashqadaryoda. Biz hammamiz O'zbekistonda tug'ilgan o'zlarimiz. Endi yangi kirganlar eshitmagan, nechinchisini bo'lab bilmayman. Xuddi kak menda qiynalgan. 7 oy ishlab 8 million so'm pul olgan ekan. Bir uydan chiqib ketishda 7 oy